Nega chaqaloqlar va bolalar ko'p terlashadi? Sog'lom chaqaloqlar ham ko'p terlashi mumkin. Bu normal holat, chunki chaqaloqlarda issiqlikni ishlab chiqaruvchi markaz, termoregulyatsiya markazi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Ya'ni issiqlikni ishlab chiqarish va issiqlikni ter bezlari orqali ajratish bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Natijada bola terlashni boshlaydi. Chaqaloq onasini emayotgan yoki butilkadan sut ichayotgan vaqtda ham ko'p terlashi mumkin, chunki emish chaqaloq uchun juda qiyin ish va bu jarayonda katta kuch sarf qiladi. Chaqaloqlardagi terlash turli xil kasalliklarda ham kuzatilishi mumkin. Masalan, vitamin D yetishmovchiligi, rahit kasalligida ham chaqaloqlar ko'p terlaydi. Bundan tashqari endokrin kasalliklar, bo'qoq, gipertireoz, semizlik, yurak-qon tomir sistemasi kasalliklari, teri kasalliklari bor bolalar ham ko'p terlashi mumkin. Chaqaloq vitamin D ichayotgan bo'lsa, qon tarkibida vitamin D ning miqdori normada bo'lsa, boshqa kasalliklar aniqlanmasa-yu, lekin bola terlayotgan bo'lsa, xavotir olishga hojat yo'q. Bu normal holat. Bu bolaning o'ziga xosligidir. Misol uchun ter bezlarining umumiy soni 4 milliontagacha, ya'ni kattalarda ham, chaqaloqlarda ham 4 millionta ter bezlari bor. Lekin chaqaloqlarning teri yuzasi, sathi kichkina. Qo'pol qilib tushuntiraman, 100 kvadratli xonada 4 millionta sham yonib turibdi. Yonidagi 5 kvadratli xonada ham 4 millionta sham yonib turibdi. Endi savol, qaysi xona tez isiydi va issiq bo'ladi? Albatta 5 kvadratli xona, chunki xona kvadrati kichkina va u yerda shamlar juda ham zid joylashgan bo'ladi. Chaqaloqlarda ham xuddi shu xona effektidagi jarayon yuzaga keladi.